Selam do'stlar. Bugun yana bir bor ishim va xizmatim tushgani uchun Dapu shahriga yana keldim. Bu kichkina shahar, lekin bu kichkina shahar bo'lgani bilan atrofida juda ko'p qishloqlar bor va bizni mehmonga chaqirishdi. Shuning uchun Dapuni bir qishlog'iga keldik. To'g'risini aytsam, nomini bilmayman bu qishloqni, lekin men yana bir bor ko'rsatmoqchi edim. Dapu qishlog'ida va qishloqlardan birida qanday odamlar yashaydi va ba'zi bir videolarimda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Qishloqlarda oddiy odamlar qanaqa yashaydi. Men bu gal ko'rsatmoqchi bo'lganim boy odamlar qanaqa yashaydi yoki bo'lmasa puli bor odamlar qanday yashaydi yoki bo'lmasa eski zamonda qanday yashashgan. Shuning uchun bu gal manzaraga qarab turib bilishingiz mumkin. Ortimizda Xiko degan daryo. Bu juda katta daryo. Bu dambani o'rnini ham bosadi, dambasi ham bor va shuning uchun suv ko'p yig'ilib qolgan. Odatda bu daryo bo'lgan va irmog'i pastga tushib ketadi. Hozir ko'ramiz atrofimiz nimadan iborat. Bu joy nima uchun go'zal va chiroyli va meni diqqatimni tortdi. Demak, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu sohil bo'yi, pastimizda mana yo'l. Yana bitta narsaga ahamiyat bermoqchi edim. Bularda hozir bahor festivali. Ko'rib turgan bo'lsanglar, daraxtlar gullashib boshladi, kapalaklar uchishib boshladi. Hozir bularda qish ketdi, fevral bo'lishiga qaramasdan bahor boshlandi hisob. Bu oy kalendari bo'yicha shunaqa hisoblanadi. Mana yonimizda hammasida daraxtlar gulladi. Demak, mana shu daryo dambasi yig'ilib qolib, irmoq pastga tushib ketadi. Lekin bu yerda suv ko'p yig'ilib qolgan va shuni atrofida odamlar uy qurishni boshlashgan. Yaqinlashtiramiz, mana ko'rishingiz mumkin. Uylar yaxshi qurilgan, yuqori etajli va yuqori qavatli va kichik qavatli uylar ham bor. Demak, biz kelgan joy va mehmon bo'ladigan joyimiz bugun mana shu yer. Qirg'oqqa boshqa tarafi va tepaga qarasanglar tog' bor. Toqqa chiqadigan zinalari ham bor va tog' daraxt va bambuklardan iborat. Bambuk qamchlaridan iborat. Ahamiyat bersanglar, yangi yil bo'lgani uchun, yangi yil o'tib ketdi. Bularda yangi yil aytganimdek bahor festivali deyiladi, Spring Festival. O'tdi, mana hamma shu petardalarni taqillatib, shuna qizilib qolib ketadi. Keyinchalik uni olishadi, tozalab qo'yishadi. Mana demak, men bu uy chiroyli qurilgan, juda yaxshi qurilgan. Aytganimdek, o'tgan safar uylarni nomeri yo'q, uylarni raqami bo'lmagani uchun uylarni nomi bo'ladi, tepasida nomi yozilgan bo'ladi. O'ndan chapga qarab o'qiladi. Xo'p, biz kelgan joy mana bu uy. Qaranglar do'stlar, 5 qavatli uy. Mana qishloqlarda ham shunaqa chiroyli uylar bo'ladi. Shunda yashashadi. Bu yerda parkovkasi, ya'ni toqqa chiqadigan tarafi ham bor ekan shu uyda. Ahamiyat berishingiz mumkin. Juda katta qurilgan qasr desak ham bo'laveradi, lekin sal kichkinaroq qasrdan qishloq uchun juda ajoyib. Mana hozir uy ichkarisiga kiramiz, lekin ichkarisiga kirishimizdan oldin bitta narsaga ahamiyat berishingizni xohlardim. Uyga asosiy kirish joyi bor, asosiy darvozasi bor va uni o'ng taraf va chap tarafida ham eshikchalar bo'ladi. Bu aynan Haka usulidagi me'morchilikka mos. Mana bu yerda ham eshigi bor va u yoq tarafdan ham kiradigan eshigi bo'ladi. Odatda agar misol uchun hech qanaqa bir to'y, marosim bo'lmasa, asosiy eshikdan kirilmaydi. Kirsa ham bo'ladi, kirilmaydi. Odatda o'ng tarafdan kiriladi. Nimaga desangiz, o'ng tarafda oshxona joylashgan bo'ladi va chap tarafda tualet, vanna, yuvinadigan joylar joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun odatda o'ng tarafdan kiriladi va o'tdan ham kirsa bo'ladi. O'tda podsovka deyishadi, ya'ni omborxona sifatida ham ishlatishadi o'sha kiradigan joylar. Bu eski uylarda shunaqa qilingan, lekin shu eski uylardagi me'moriy anaqalarni olib qolishgan, madaniyat usullarini olib qolishgan va shunday qilib qurishgan. Ko'rasizlar, mana kirdik eshikdan. Bu eshikdan kirishda mana eskicha eshigi ham yangi qilingan, lekin eskicha usulda qilib qilingan. Mana
oshig'ini mana shunaqa granitni ichiga tiqqan. Juda qiyin. Hozir uy egasi aytdi, bu juda mashaqqat olar ekan. Bu juda og'ir. Bu eshik, keyin eshik orqasida mana yopganinglardan keyin juda og'ir. Eshik mana shunaqa og'ir yopiladi va bu tarafini ham yopganinglardan keyin buni quflashinglar bo'ladi. Mana shunaqa yog'ochi bor va undan unga o'tadi. Lekin buni mana shunaqa oralig'i shunaqa ishlanganki, o'zini o'ziga yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yopildi, keyin mana undan o'tkazsanglar, mana eshik quflandi. Pastida ham bo'ladi, xuddi shunaqa. Oshig'i buni ochdik va ochildi. Mana ko'ryapsizlar. Juda og'ir eshik. Juda og'ir eshik. Yog'och juda ayamasdan ishlatishgan. Keyin mana bu uchkasini o'zi ham bronzadan qilingan. Juda og'ir. Keyin bu yoqqa mana hierogliflarda yoziladi. O'tga boylik deb yozilgan. O'tdagi tarafini o'qomat. O'zlaringiz kechirasizlar. Kirdik. Yuqorida ikkinchi qavat va kirganinglardan keyin to'g'rida odatda ularning me'morchiligining tarafi shuki, odatda mana shunday hovuz bo'lishi kerak. Endi hovuz qilinmagan. Uni o'rniga fenshoy qilib, silta tosh qo'yilgan. Mana bu yo aqiq toshi yoki bo'lmasa qahraboq tosh. Aniq bilmayman nima toshligini. Va kirganinglardan keyin bu yoq tarafida mana televizor ko'radigan chill zonasi bor, o'tirib dam oladigan zonasi bor, sofa qilingan, mana hamma narsa qo'yilgan. Bu yerda majam o'ynaydi, u yerda choy ichishadi va hokazo. Keyin bu yoq tarafida ham xuddi shunaqa, lekin bu televizor bor, bu yerda keyin aynan choy ichadigan joy qilib qo'yishgan. Kichkina ofischa ham qilib qo'ygan yuqorida, lekin u yerda ofis sifatida emas, boshqa bir narsa sifatida ishlatishadi. Kamera o'rnatilgan, mana ahamiyat bersanglar, uy perimetri bo'yicha hammasiga kamera o'rnatib chiqishgan, uyni ko'rib tursa bo'ladi. Demak, ketdik. Xo'p, kirganimizdan keyin mana to'g'rimizda katta stol bor. Bu yog'ochdan qilingan, juda og'ir, juda qimmat yog'och va altar bor. Bu altar odatda bu yerda sig'inadigan joy bo'lgan, lekin buni modernizировать qilib, sal o'zgartirishgan, interyer sifatida qoldirishgan. Bunisi mana haqiqiy tosh kesilgan va qo'yilgan. Orqasiga mana yonib turibdi. Svet bilan. Bu yoq tarafda kichkina anaqasi oshxonachasi bor. Odam kelib ko'p kelsa, shu yoqqa kelib ham o'tirsa bo'ladi. Omborxonasi. Aytganimdek, kiraverishinglarda o'ng tarafda kirganinglardan keyin o'tda o'zi asosiy kiradigan, odatiy kiriladigan joy taraf bo'ladi. Bu asosiy eshik va bu yerdan kirganinglardan keyin tualet va omborxona shunaqa bo'ladi. Bu eski uylarda ham xuddi shunaqa. Eski qadimiy uylarda ham xuddi shunaqa. Shuni eskichasini olib qolgan, demak. Va bu yerga kirganinglardan keyin oshxona bo'ladi, mana o'ng tarafda kirganinglar oshxona, lekin oshxonani yopgan, bunda bunaqasi qilib qo'ygan. Bu yoq tarafda yana kichkina o'tiradigan joy bor va oshxona qilingan. Yaxshi va u yerda mana misol uchun uy katta bo'lgani uchun bu yerda kalligrafiya, bu yerda ham kalligrafiyasi bor. Uy katta bo'lgani uchun mana bunaqa lift ham qilingan. Liftni bosasizlar, lift o'zi keladi mana. Demak, hozir biz ikkinchi qavatdamiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Demak, bu yerda 3-qavatga o'xshash. Bu yerda faqat bunday ochiq tarafi bor, birinchi etajga qarab turadigan. Tepadan mana nur tushadi va balkoni bor. Balkondan chiqib yana bir bor daryoga qarab o'tirsa bo'ladi. Demak, mana biz 3-qavatdamiz. Bu yerda yotoqxonalar ham bor. Va mana living room ham bor. Bu yerda balkonlari, choy ichadigan joylari. Ya'ni qiziqarli bir anaqani yo'q. Liftdan ko'tarildik hozir. Hozir biz mana liftdan 4-qavatga ko'tarildik. Bu yerda juda katta bir zal bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ochiq, katta. 1-200 kvadrat bo'lsa kerak ekan, undan ko'p bo'lmasa. Bu yerda hojatxonasi.
va bu yerda yana balkoni bor. Balkoniga chiqib ko'rsataman. Demak, bu 4-qavat bo'lgani bilan buni hali yana yuqorisi bor, yana tepasi ham bor. Mana balkondan vid ko'rishingiz mumkin. Zo'rligini qaranglar, bugun havo issiq emas. Salqin havo. Tog'lar bag'rida juda chiroyli. Ajoyib. Sokin, tinch. Bu yoqda mana boshqa tarafga qarasa bo'ladi. Boshqa rakursdan qarasa bo'ladi qishloqqa. Va bu yoq tarafda ham qishloqchasi bor. Shu yo'l bo'yicha qishloq davom etib ketaveradi. Hozir mana ichkariga kirdik yana. Yana ham yuqoriga ko'tarilsa bo'ladi. Endi bu yoqda lift yo'q. Bu yoqda zinada ko'tariladi. Bu yoqda yana bitta qanaqadir xonaga joy tashlab ketilgan. Mana oshxona bo'lsa kerak. Qiziqarli tarafi bu yerda hozir mana terrasaga chiqishdan oldin bossanglar ochiladi. Ko'pdan bossanglar mana tepadagi penjaraga ochilib, mana tepaga ko'tarilishi mumkin odamlar bor. Hozir tepada mana bizni mehmonga chaqirgan mezbonlar va to'qqa mana bu vida orqa tarafdan buni terrasa qilib ishlatsa bo'ladi. Barbekyu zona qilasizmi, nima qilasiz? Qisqasi o'zingizga havola. Mana bu yerda yana vid, zo'r ko'rinishi va endi bu yoq tarafdan tog' ham ko'rinadi. Mana shunaqa vid. Bu yoq tarafda yana boshqa tog' bor ekan. Yaqinroq qilib ko'rsatsam bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Havo yaxshi bo'lgani uchun bu yoqqa chiqib, mana shunaqa salqin paytda o'tirib barbekyu qilsa bo'ladi, lekin bular barbekyu qilishmasa kerak xitoyliklar. Masalan, giralarni tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi atrofga. Hozir biz tepalikka ko'tarildik va tepalikdan ko'rinish mana shunday juda ajoyib, chiroyli joylar va aytganimdek biz tepalikka ko'tarilib ketayotganimizda bir narsaga ahamiyat beraman. Bu yerda mana bambuk o'sadi. Xitoydagi bambuk qamichi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu tepalikka ko'tarilgan sari shu bambuk qamichlari hamma yoqda bor. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham bor. Qamishzor oddiy qilayotgan, lekin daraxtlar ham bor, daraxtlar ham o'sadi. Suv ko'p ichishgani uchun bambuk suvli taraflarda juda ko'p o'sadi. Mana tepaga ko'tarib ketaveradi. Bemalol. Yana bir bor e'tibor berasizlar, uy tepasida mana nomer qo'yilmaydi. Unga yoziladi, nomi yoziladi, uy nomi yoziladi. Xo'p. Hozir yana bitta narsaga ahamiyat berdim. Mana bu yerda qizil fanariga familiya yozilgan, Yao degan. Bu oilaning oti, ya'ni familiyasi Yao ekan. Lekin qiziqarli tarafi bu qishloqdagi hammaning oti Yao. Mana shu sohil bo'yidagi hammaning oti Yao. Nari tarafga anaqa bera olmaymiz, nima deydi? Kafolat bera olmaymiz, lekin bilishimcha hammasi bular bir-biriga qarindosh ekan. Mana shu mezbonlar qiziqarli, bu ham qiziqarli bir fakt. Mana hakalarga mos bo'lgan bir udum. Bular juda bir-birini qarindoshini hurmat qiladi, qarindoshchilikni juda qadrlaydi va bir-biri bilan ko'p bitta joyda yashashadi bular. Bir xillaridan katta uylari ham 10-15 ta oilalab yashashi mumkin. Lekin bular qishloqda mana alohida bo'lib yashashar ekan. Bittasi boyroq bo'lishi mumkin, bittasi nisbatan kambag'alroq bo'lishi mumkin, o'rta hol bo'lishi mumkin, lekin hammasi bitta joyda yashashadi. Qiziqarli bu ham. Oldin qadimda qanday haka xalq yashagan ko'rsatdim. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rishingiz mumkin. Va hozirgi zamonaviy haka xalqi agar boyroq bo'lsa qanday yashashi mumkinligini ko'rsatdim. Baribir ularni madaniyati va o'sha udumlarni saqlab qo'ygan holatda me'morchilikda baribir ular aks ettiriladi. Obuna bo'linglar, ko'proq qiziqarli narsalarni aynan Guangdong provinsiyasidan ko'rsatishga harakat qilaman. Xayr.